Oyijon, yurishim bor edi. Shtuchniy pirojniydan menga 30 tagina tayyorlab bera olasizmi dedilar. Iye, shuni ham so'rab o'tirasizmi deb srazu tayyorlashga kirishib ketdim. Tuxum ustidan shakari solib, oppoq bo'lguncha mikser qilib olamiz. Vaqt sinovidan o'tgan sifatli sutga sodani solib, massamizga qo'shamiz va o'simlik yog' ham qo'shib yuboramiz. Endi ularni ham bir mikserlab, un va kakaolarni ham sitadan o'tkazib aralashtirib yuboramiz. Ustidan vanilin va razrixiteldan solib, hammasi bitta bo'lib aralashib ketguncha aralashtiramiz va ustidan qaynab turgan suvdan solib, hamma massamizni birlashtirib olamiz. Nimaga suv solingan demanglar. Shu usulda tayyorlab ko'rganman, juda ham barakali chiqadi. Va menga aynan shu usulda tayyorlangan biskvitdan trifle tayyorlash juda ham yoqadi. Tayyor bo'lgan biskvitimizni choperda maydalab, ustidan sut bilan propitka qilib, ustidan istagan mevalarimizni terib chiqamiz. Va albatta eng mazali bo'lgan qaymoqli krem tayyorlab olamiz. Krem uchun aynan shu slivkalardan foydalandim. Proporsiyalarni opisiyanida yozib qoldiraman. Krem mazali chiqqandan bolalarim bitta cho'qilab hamma joyi dabdala qilib tashashibdi. Yaxshi ham korzinkadan shu vilada sochiqlardan olganman. 5 daqiqada hamma yon tozalab tashadim. Namlini yaxshi shimadi va o'zidan dog' qoldirmaydi. Xo'sh, endi triflga qaytsak, ustiga shokoladni glazur uchun shokolad va qaymoqni mikrovolnovkada eritib olasiz va ustidan shunaqa quyib chiqib, xohishga ko'ra o'zingizni fantaziyasiga qarab ustalarni bezatib olasiz. Mana birpasda Oyjonni tog'oralarga ketadigan shirinliklar ham tayyor bo'ldi. Albatta siz ham shu usulda tayyorlash uchun videoni saqlanib qilib qo'ying. Oyijon, yurishim bor edi. Shtuchniy pirojniydan menga 30 tagina tayyorlab bera olasizmi dedilar. Iye, shuni ham so'rab o'tirasizmi deb srazu tayyorlashga kirishib ketdim. Tuxum ustidan shakari solib, oppoq bo'lguncha mikser qilib olamiz. Vaqt sinovidan o'tgan sifatli sutga sodani solib, massamizga qo'shamiz va o'simlik yog' ham qo'shib yuboramiz. Endi ularni ham bir mikserlab, un va kakaolarni ham sitadan o'tkazib aralashtirib yuboramiz. Ustidan vanilin va razrixiteldan solib, hammasi bitta bo'lib aralashib ketguncha aralashtiramiz va ustidan qaynab turgan suvdan solib, hamma massamizni birlashtirib olamiz. Nimaga suv solingan demanglar. Shu usulda tayyorlab ko'rganman, juda ham barakali chiqadi. Va menga aynan shu usulda tayyorlangan biskvitdan trifle tayyorlash juda ham yoqadi. Tayyor bo'lgan biskvitimizni choperda maydalab, ustidan sut bilan propitka qilib, ustidan istagan mevalarimizni terib chiqamiz. Va albatta eng mazali bo'lgan qaymoqli krem tayyorlab olamiz. Krem uchun aynan shu slivkalardan foydalandim. Proporsiyalarni opisiyanida yozib qoldiraman. Krem mazali uy bekalarini daromad olib keladigan, ham arzon, ham sotuvi chaqqan, ham mazali bo'lgan, trenddan tushmaydigan trifle retseptini o'rganamiz. Idishimizga tuxum, shakar, yog', suv solamizdan mikserlaymiz. Keyin un, kakao, razrixetel solib, yana vinchik bilan aralashtiramiz va qalbimizga yog'langan qalbimizga solib, duxovkada 20-25 minut davomida pishirib olamiz. Ungacha qaymoqimizni tayyorlab olamiz. 1,5 litr qaymoqimizga 1,5 stakan shakar soldim va quyilincha mikserlab olamiz. Duxovkada tayyor bo'lgan biskvitimizni olib, bo'laklarga bo'lib, blender bilan ovib olamiz va o'zingiz xohlagan nechta razmerdagi idish bo'lsa, shularga solib olasiz.